Yana prinsiplarimizga bog'lanamiz. Yana eski o'zimizga bog'lanamiz. Kechagi kunga, bizga, menga bog'lanib qolamiz. Anaqasi boya aytdik-ku, aytdingiz o'zingizdan o'tmish dedik. O'tmishdagi aynan birovlarning xatolariga rosa bog'liqlik ko'p. Taqqoslash, solishtirish, men shunaqa hayotga tushsam, men bunaqa qilardim, men bu narsaga chidamasdim, men bunaqa qilmasdim. Qoidalar yozib olamizda, o'sha narsalar buzilganda, aynan buziladi ham. Prinsip qilganimiz uchun ham buziladi. Qat'iy chegara qo'yganimiz uchun ham buziladi. Chunki hayot flexible narsa-da, inson rezinka bo'lishi kerak, moslashuv. Adaptirovanный odam faqatgina tez moslasha biladigan odamgina bu hayotda yashay oladi. Qolganini qattiq narsani sindirishadi. Yumshoq narsani egiluvchan, bukiluvchan, mayli, kecha unaqa edi, bugun bunaqa ekan deb, kechagi kunga bog'lanmasdan qo'yib yuborib, bugungi kunga shukr qilib, chiroyli ne'matlarini ko'ra bilgan inson ertangi kunga o'ta oladi. Bo'lmasa sinib qoladi. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarning oiladagi munosabatlarning tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.